Chelak shahri Yangi hayot mahallasida to'liq yevro ta'mirga ega 3 xonali xonadon sotuvga qo'yildi azizlar. Bu safargi obzorimiz shu haqida bo'ladi. Hammaga assalomu alaykum. Bu yerning lokatsiyasi haqida yana ham to'liqroq ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, bu yer Yangi bozorning orqa tomonida 6-domda, o'rta podyezdda 2-etajda joylashgan. Xonadonimiz 60 kvadratdan, ya'ni 3 xonadan iborat bo'lib, sizlar bilan xonadonni ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Birinchi ko'radigan xonamiz mehmonxona. Mehmonxonaning o'lchamlari 3 metrga 5,5 metrni tashkil qiladi. Ikkinchi ko'radigan joyimiz esa bolalar yotoqxonasi. Bolalar yotoqxonasining o'lchamlari esa 3 metrga 4 metrni tashkil qiladi. Endi esa sizlar bilan 3-xonani ko'rib o'tamiz. 3-xonamizning o'lchamlari 2,5 metrga 3 metrni tashkil qiladi. Keyingi ko'radigan xonamiz esa oshxona. Va yakuniy ko'radigan joyimiz esa sanuzel. Sanuzelimizda dushovoy kabina va rakvina mavjud. 3 xonadan iborat bo'lgan 60 kvadratlik xonadonimizning narxini 42 ming dollar kami bor deb aytib o'tishyapti egalari. Kimga qiziq bo'lsa, ekranlarda ko'rib turgan telefon raqamlaringizga bemalol murojaat qilib, o'zlaringizga ma'qul narxni aytib savdolashlaringiz mumkin azizlar. Bu videoni maksimal barcha dom sotib olaman degan tanishlaringizga yuborib qo'ying. Hammaga kattakon rahmat, sizlar bilan Shohjahon Islomov.